Salom hammaga bolalar, bugun sizlar bilan Satadeliyev. Bugungi videomizda biz qandoq qilib stream yoqishi, ya'ni live yoqishni o'rganamiz. Uning uchun PUBG dan chiqib turamizda Play Marketga kirishimiz kerak bo'ladi. Play Marketga kirganimizdan keyin Prism Live deb yozamiz. Prism Live yozganimizdan keyin chiqadi. Bize ikkinchisiga kirishimiz kerak. O'tkazamiz. Menda o'tkazilgan. Sizlar kirganingizda birinchi bo'lib YouTube kanalingizdan, emailingizdan kiritishingiz kerak. Men kiritib bo'lganman. Mana shunaqa oyna ochiladi. Bu mana oyna ochiladi. Keyin bunda o'sha nastroykani bu yerdan tanlasanglar, katta yoki kichkina qilsanglar bo'ladi. Kattasi katta efir, kichkinasi shorts video. Keyin men katta efirda qilganim yaxshi, chunki 50 ta obunachi yig'gandan keyin stream shortsda qilsa bo'ladi. Menda уже 70 ta obunachim bor, lekin men katta efirda qilaman. Bu yerdan chat tanlasanglar bo'ladi. Plusni bosib turib, men chat tanlab qo'ydim. Plus bosib turib, web bosib turib, u yerdan silka qoldirsanglar bo'ladi. Keyin saqlanishni bosasizlar. Saqlanib bo'lganingizdan keyin o'sha silkalar chiqib keladi. Men o'zimni ikkinchi YouTube kanalimni qo'yib qo'ydim bu silkaga. Keyin buni sal pastroqqa tushirib qo'yganim yaxshi. U yerdan turgandan ko'ra, pastroqqa tushirib qo'yaman. Keyin bolalar, men qilib menga kerakli narsalarni endi bu yerdan chiqamiz. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin bolalar, mana bu yerda hozir yana bitta nastroykaga kirib turib, pastiga kirsanglar, stop qilganingizda, misol uchun ishingiz chiqib qolsa, stop qilsanglar bo'ladi. Men bu yerdan o'zim qo'shib qo'yaman. Mana shuni qo'shib qo'yaman, mana shu rasmni. Keyin bu yerdan xohlagan yozuvlarni tanlasanglar bo'ladi. Men mana shu yozuvni tanladim deb saqlanib qilaman. Keyin mana buni yoqib qo'ysanglar, stop bo'lganda mana shunaqa ko'rsatib turadi. Endi go ready ni bosasizlar, go live chiqadi. Keyin tepada rasminglar turibdi, o'shaning ustiga bossanglar, hamma nastroykalarni, mana shundan asosiy narsalarni to'g'rilab olasizlar. Mana shularni bosib, men TDM o'ynaymiz deb yozib qo'yaman. Bolalar, mana TDM o'ynaymiz. Keyin bu yoqqa silka qoldirsanglar bo'ladi. Men hozir qoldirmayman. Keyin men buni yoqib qo'ydim. Bu yerdan tegmaysizlar bu yoqqa. Bu yoqqa ham delete qilasizlar. Bu yerdan sizlar nima professiyada olasizlar. Men misol uchun video igrini tanlayman men. Bu yerdan rasmni tanlayman. Keyin vaqtini tanlashim kerak hozir. Bu yerdan silka qo'yaman. O'sha boyagi ikkinchi YouTube kanalimning silkasini qoldiraman bu yerda ham. Chunki ikkinchi kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishligi mumkin. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar bolalar ikkinchi kanalimga. Keyin bu yerdan vaqtini tanlayman. Ketdi, saqlanishni bosaman. Saqlanib bo'lmayapti cho'ta. Bu yerdan chiqamizda go live bosasizlar. Dani bossanglar, nachat chiqadi. Nachatni bosganingizdan keyin bo'ldi уже bolalar. Stream yoqiladi. Bo'pti bolalar, kanalimga obuna bo'lib qo'yish, esingizdan chiqmasin.